molcha beringlar, ko'z yoshim aytaman. Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda iPhone 17 ni nishonlaymiz. Nimani nishonlaymiz? Nimani? iPhone 17. Mana dasturmolni ol, ko'z yoshlaringni art, obunachilarimizga bir oy men tekinga ishlashim uchun yana nimalar qilsinlar Johir akamni. Mana bu zakazni chiqarayotganlarim, BTSga topshiraman hozir. Mana bu senga screenshotlarim, mana 450 mingdan bitta klientga ikkitalam ham sotdim. Andijonga baliqchiga. Ko'jonim, senga yana po faktu qanaqa isbotlar kerak? Aytmanga shuni. Menga pul isboti kerak, pul. 31 ming so'm kartamda bor edi. Men sen bilan 100 dollar dogovor qilganman. 1 million 631 ming so'm mana. Xohlasang rasmga tushib ol yoningga turib. Labe, nima ekan? Nima qilasiz endi bir oy? Molcha beringlar, ko'z yoshim aytaman. Futbol lapatkingizni olib kelingda ertadan jangga kirishing Asadbek. Xullas, bir oy tekinga ishlaydigan bo'ldim. Если что, mana shu challengeimiz yoqqan bo'lsa, bizga podpiska bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Ukajonim, men zakazlarni chiqarishimda menga yordamlash ber, mana bilan bunday yopishtirish desanda, BTS pochtaga olib borib chiqarishga o'rasan. Qalay?